Hozirgi kunda urfga aylangan mazali trayfer shirinligini bugun siz bilan tayyorlaymiz. 3 ta tuxum chaqamiz va 3 qoshiq shakar solib, oppoq massa bo'lguncha mikser qilib olamiz. Tayyor. Un solamiz, kakao, razrixetil solib, yana bitta mikser qilib olamiz. Biskvitimiz tayyor. Oxirida yog' solishni unutmang. Yog'dan so'ng qolipga bir xilda qilib biskvitni duxovkaga solib pishirib olamiz. Endi krem tayyorlaymiz. Qaymoq va zugusho'ni moloko solib, marojna krem tayyorlab olamiz. Kremimizni maxsus qopchalarga solib tayyor qilib olamiz. Endi glazur uchun bizga qaymoq va shokolad kerak bo'ladi. Ikkalasini qaynatib, shokolad qilib olamiz. Endi tayyor biskvitni urvoq holiga keltirib, idishlarga solamiz. Ustiga krem va mevalar, banan va malina bilan bezatdim va ustiga yana urvoq sepamiz va krem. Eng oxirida tayyorlab olgan glazurimiz bilan bezatamiz va xohishga qarab har xil mevalar bilan chiroyli qilib bezatib chiqamiz. Shirinligimiz tayyor bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ring, yoqimli ishtaha.